Bu yerimiz kirish eshigimiz hisoblanadi. Ya'ni bu kirish eshigimizdan shunday kirganingizda, bu yerimizda garderob qismimiz bor. Ya'ni ikkita garderob bor. Bu yerda bemalol bankalar qo'yib, o'zingiz istilashcha qilib yoki kiyim qiladigan, iladigan joy qilsalar ham bo'ladi, qadrdonlar. Endi vzrosli qismimizdan bo'lsangiz, bu vzrosli qismimiz. Vzrosli qismimizdan ko'rib turibsizlar, kattagina bu yerga mягкий mebel, shkaf qo'yilgan va mana bu joyga ota-onalar uchun ham yoki ofis qilib, misol uyga kelib kompyuter boshqa qilib ofis qilib foydalanish uchun ham mana shunday garderobchi joy qismimiz qo'yib ketilgan do'stlar. Uyimiz 126 kvadratlik, naqd pul asosida sotiladi. Narxini videomiz oxirida aytib o'tamiz do'stlar. Patologlarga yaxshilab e'tibor berasiz. O'zgacha dizaynda. Xo'p, bir boshqa qismimiz sanuzellarimiz to'pli pol bo'lgan, xonalarimiz hammasi radiator, ya'ni batareyka qo'yilgan. Parvoy atapini qilib o'tib ketilgan do'stlar. Bu yerimizda kuxnya qismimiz hisoblanadi. Ya'ni bu kuxnyamiz. Kuxnyamizga kirganimizda sizga mana shunday lyustracha kutib oladi. Va mana shunday uzungina mebel ayollarimizni почти yarim kunidan oshiq kuni shu kuxnyada o'tgan uchun mana shunday kattagina kuxnya qilingan, bemalol 4 kishilik, 6 kishilik stol qo'yib, mana shu joyda balkonchani tomosha qilib, balkonimiz ham ochiq balkon, ya'ni bu yerda ochiq balkonimiz ham bor. Bemalol choy, kofe ichib hordiq chiqarishingiz mumkin, qadrdonlar. Xo'p, endi zaliga to'xtalib o'tamiz. Zalimizga keling. Mana zalimizda mana shunday ajoyib bitta televizorimiz bor va mebel qo'yib ketilgan. Shunday kattagina ikkitasi lyustrachamiz ilingan, ya'ni xandirchamiz. Shunday kattagina zal. Patologlarimizga e'tibor berasiz. Patologimiz baland. Polностью attachento, nuklastika hammasi aralash ganch stilda qilingan. Xo'p, sanuzellarimiz razdeniy. Sanuzellarimiz berimizda ham xolasiz garderob, xolasiz detskiy qilib foydalansangiz ham bo'ladi do'stlar. Xo'p, bu joyimizda yana bitta detskiy qismimiz bor. Ya'ni bu detskiyimizda ikkita karavotcha qo'yilgan, mebel bilan birgalikda. Mana shunday holatda bu farzandlaringiz bemalol tumbuchkalarga narsalarni qo'yib, kiyimlarini ilib foydalansa bo'ladi do'stlar. Xo'p, bu yerimizda yana bitta взрослый spalnyamiz bor. Keling, взрослый spalnyamizga e'tibor berasizlar. Bu yerda ham может ota-onalar uchun yoki yoshi katta ota-onamizga ham joy qilib bersak bo'ladi. Bu joyimizda ham mana shunday kattagina balkonimiz bor. Yopiq balkon hisoblanadi. Shunday katta yo'lning yuzida joylashgan bu kvartiramiz 126 kvadratlik 5 xonali kvartira hisoblanadi. Xo'p, sanuzellarga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, sanuzelimizda mana shunday ariston qo'yib ketilgan, ya'ni bu kontinent kategoriyaga yordam bo'lish uchun. Va bu yerimizda ham dushovoyimiz bor va yana bitta unitazimiz qo'yib ketilgan, razdeniy holatda. Razdeniy xonalar ko'p bo'lsa, ko'p farzandliman degan aka-uka, opa-singillarimiz uchun bu kvartiramiz sotilmoqda. Uyimizning narxiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, uyimizning narxi $120 ming deb aytilmoqda. Kamera savdosi bor. Tezda pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.